Damas qilmaslari bo'lsa bexijolat Yasab beramiz. Ha, sizdan chiqsa bexijolat. Tutib gap qilib beraman, chiroyli qilib kelishtirib ham beraveraman. Muammo yo'q. Ustagamizni taniganlar bor. Hozir Surxondaryoga hozir berib yubordim. Sotib yubordik. Dedi berib yubordim. Yana bitta ustagamiz Solixonaga kelib qoldilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kommentariyadagilar qilganlar like bosishinglar. Ha, Muxlislar. Bugungi bozorimiz xudo xohlasa bang'il etadi. zo'r bo'lyapti. Zo'r bo'ladi. Bozor orasida qiziqqanlar bo'lsa 4600 kelishamiz. Hoji aka sir bo'lmasa qanchaga beramiz buni? Bermayapmiz. Hozir 39 da turibdi, to'g'ri gapirish kerakdi. Xo'p, Jebicha yurishsa beraveraman. tekkisiga beraveramiz. Hech kimdan maslahat so'ramaman. Ketaveramiz. Ya yuraveraman. 39 naqd bo'ldi, oz-moz bilan kelishtirib Kelishtirib bersam beraveraman. To'qqiztasiga yursa berasiz. Ha. Voy do, akalar, endi bozor bormasanglar bo'lmaydi. Assalomu alaykum. Davron Tech kanali obunachilari. Namangan avtomashina bozoridamiz. Akalar, ko'ryapsizlar, bozor yonyapti. Bozor aktiv desa ham bo'ladi. Chunki labolar juda ham ko'p chiqqan. Bilasizlar, obunachilar uchun, meni kuzatayotgan barcha obunachilar uchun faqat ustalaridan chiqarishga harakat qilaman. Va Hoji akamizdan tayyor bo'lganlari bor ekan. Yili nechi buni Hoji aka? 2009. Narxi qanaqa? Nima o'ylanib qoldingiz? 4600 deyman, kelishtirib beraman. 4600? U o'tgan bozor kelganimda qaysidir bitta mashinaga 4700 degandingiz. U sotilib ketdi. Endi 4600. Ha. Sekin-sekin tushyapsiz. Kelishtirib beraman sizdan. Arzon bo'ladi, u arzon bo'ladi Hoji akamda. Surxondaryo. Surxondaryoga ketdi. Ha, ketdi. Hozir Bundan oldingi videoni ham TikTokdan ko'rishingiz mumkin. TikTokka o'tsanglar, o'sha videosi bor. Surxondaryodan bitta obunachimiz kelib, to'g'ri mana shuncha labo turibdi. To'g'ri Hoji akamiz oldiga kelishdilar, olib ketishdilar. Uni yili necha edi? 13 da. Xo'p, 283 ming magnitofon hamma yoq ishlaydi. Ham chexollarni yangi qilib qadab qo'yishgan. Akalar, qiziqqanlar bo'lsa 4600. Variant barteri bormi? yo'q, barter bo'l Damaskka. Mana eshikni ko'ringlar. Chotki. Balon hamma yog'i joy-joyida. Mana bu ramalarni ham baquvvat qilib qo'yishgan. Gazlarni o'rnatib, assalomu alaykum. Zo'r qilib qo'yishgan lekin. Mehrda berishibdi. Hop, gaz benzin ketaverar ekanmiz. Telefon raqami aytib yuborasiz? 94lik. 305 0492. 0492. Mabodo Damas qilmaslari bo'lsa bexijolat Yasab beramiz. Ha, sizdan chiqsa bexijolat. Tutib gap qilib beraman, chiroyli qilib kelishtirib ham beraveraman. Muammo yo'q. Ustagamizni taniganlar bor. Hozir Surxondaryoga hozir berib yubordim. Sotib yubordik. Dedi berib yubordim. Yana bitta ustagamiz Solixonaga kelib qoldilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kommentariyadagilar qilganlar like bosishinglar. Ha, Muxlislar. Bugungi bozorimiz xudo xohlasa bang'il etadi. zo'r bo'lyapti. Zo'r bo'ladi. Zo'r, tenjani hisob bo'lsa mana Davronbek hammasiga ruxsat bor, bexijolat, muammo yo'q. Xo'p, qiziqqanlar telefon raqamlarimiz ekranda turibdi. Bozor orasida qiziqqanlar bo'lsa 4600 kelishamiz. Hoji aka sir bo'lmasa qanchaga beramiz buni? Bermayapmiz. Hozir 39 da turibdi, to'g'ri gapirish kerakdi. Xo'p, Jebicha yurishsa beraveraman. tekkisiga beraveramiz. Hech kimdan maslahat so'ramaman. Ketaveramiz. Ya yuraveraman. 39 naqd bo'ldi, oz-moz bilan kelishtirib Kelishtirib bersam beraveraman. To'qqiztasiga yursa berasiz. Ha. Voy do, akalar, endi bozor bormasanglar bo'lmaydi. 4639 naqd bo'libdi. 39 dan sal oshib qolsa ham beraveraman deyishyaptilar. Hamma yog'i joy-joyida, yurish-turishda hech qanaqa bir muammo yo'q. Moz, korobka, motor tiniq holatda deyishyaptilar. Telefon raqamlari ekranda, bosib yuboringlar, bunaqasi bo'lmagan.